Demak, testosteron miqdorini tushiruvchi odatlar haqida gaplashamiz. Bu odatlar ichida biza kundalik hayotda qiladigan hamma hayot tarzimiz kiradi. Ovqatlanish tarzimiz, sport bilan shug'ullanishimiz, hamma jamiki nima odatimiz bo'lsa, o'shalarni jamlab turib, testosteronni eng ko'p tushiruvchi kundalik odatlarimizni 10 taligini qilib chiqdik video darsi sifatida. Ya'ni zararlilik darajasiga qarab turib, demak birinchi o'rinda eng zararlilari, 10-o'rinda zarari nisbatan kamroqlari bo'ladi. Biza demak 10-o'rindan boshlaymiz. Eng zararli testosteronni tushiruvchi odatlar demak oldinda hali. Demak 10-o'ringa biza ichish va chekishni qo'yamiz. Spirtli ichimliklar ichish va tamaki mahsulotlar qabul qilishni qo'yamiz. Spirtli ichimliklar bu nafaqat testosteronni tushirishga, balki butun tanamizni zararlanishga olib keladi. Jigar sirroziga olib keladi, oshqozonda gastritga olib keladi, oshqozon osti bezining yallig'lanishi pankreatitga sababchi bo'ladi. Undan tashqari ichaklarning yallig'lanishi kolit, intrakolit kabi kasalliklarni ham keltirib chiqaradi spirtli ichimliklarni qabul qilish. Shu bilan birgalikda spirtli ichimliklarni qabul qilish bu tuxumlardagi ledi hujayralarni faolligini pasayishiga sababchi bo'ladi. Sababi spirtli mahsulotlar, spirtli ichimliklar tanamizga tushgandan keyin bu toksik modda hisoblanadi. Har qanday toksik modda, bu xoh spirtli ichimlik bo'lsin, xoh boshqa narsa bo'lsin, tanamizga tushganda o'sha joydagi hujayralarni ish faoliyatiga to'sqinlik qiladi. Shu jumladan spirtli ichimliklar ham tanamizga tushganda tanamiz oshqozonga tushadi, oshqozondan ichakka o'tadi, ichakdan qonga so'riladi, qon orqali butun tanamizga tarqalgandan keyin shu jumladan tuxumga ham kiradi va tuxumdagi ledi hujayralarni ish faoliyatiga to'sqinlik qiladi. Xo'p, nikotin, ya'ni tamaki mahsulotlarini qabul qilish. O'zi odatda tanamizda bezlar 4 mg atrofida, 0.4 mg atrofida nikotin ishlab chiqaradi tanamizda bezlarimiz va biza tashqaridan nikotin qabul qilganimizda, sigaret chekkanimizda bizani tanamizni kundalik dozasi bezlarimiz ishlab chiqaradi 0.4 mg va tashqaridan kirib keladigan nikotin miqdori ancha katta bo'ladi, sababi bitta sigaret 6 mg, biza kuniga 10 talab, 20 talab, 30 talab chekadiganlar bor va ortiqcha nikotin ham demak tana uchun toksik modda hisoblanadi. Bu tana to'qimalarida to'planishiga olib keladi va shu bilan birga tana to'qimalarining zararlanishiga olib keladi. Xo'p, demak 10 va 9-o'ringa ichish va chekish qo'ydik. Demak 10-o'ringa chekishni, 9-o'ringa spirtli ichimliklar qabul qilishni qo'yamiz. Xo'p, endi 8-o'ringa nima qilamiz? 8-o'ringa ortiqcha mehnat tarzini qo'yamiz. Ya'ni biza har doim doktorlar aytadi, ko'proq harakat qilish kerak, sport bilan shug'ullanish kerak. Sport bilan shug'ullanish, ko'p harakat qilish organizm uchun foydali, qon aylanishi yaxshilaydi, qarishni oldini oladi, testosteronni ko'paytiradi deb aytamiz doktorlar. To'g'ri bu gap. Lekin hamma narsani me'yori bo'lgani kabi ortiqcha mehnatni ham va sport bilan shug'ullanishni ham me'yori bo'ladi. Me'yordan ortiqcha bu harakatlarni, jismoniy harakatlarni bajarish tanani surunkali charchashiga olib keladi. Tanani surunkali charchashi esa testosteron miqdorini tushiradi. Bu narsani endi hamma bilsa kerak. Masalan, uyda bir kun, 2 kun dam olib turib, tanamizdagi surunkali charchoqlarni chiqarib yuborsak, sirazi jinsiy aloqaga bo'lgan xohishimiz ko'payadi. Lekin 2 kun tinmasdan 12 soat, 14 soatlab ertalab soat 8 dan kechki soat 12 gacha eshakday mehnat qilib kelsak, o'sha kuni jinsiy aloqa qilish ham yoqmaydi bizga. Sog'lom erkakka ham 2 kun ketma-ket eshakday jismoniy mehnat bilan shug'ullanadigan bo'lsa, jinsiy aloqa umuman yoqmaydi o'sha erkakka. Bu ham demak ortiqcha jismoniy yuklamalar tanadagi surunkali charchoqqa olib keladi. Surunkali charchoq esa testosteronni tushiruvchi odatlardan bittasi hisoblanadi. Demak 7-o'ringa qo'yamiz bizlar ovqatlanish tartibidagi kamchiliklarni. Ovqatlanish tartibidagi kamchiliklar testosteronni tushiradigan eng xato ovqatlanish tartibi, ovqat tarkibimizda bizanikida uglevodlar juda ko'p bo'ladi. Ayniqsa o'zbeklarda ovqatlanish tartibida uglevodlar ko'p bo'ladi. Uglevod degani bu nonda, osh yeydigan bo'lsa guruchda, kartoshkada,
shunga o'xshash narsalarda bo'ladigan narsa, ya'ni biza ovqatlanish tartibimizda asosan 3 xil mahsulot bo'ladi: oqsil bo'ladi, uglevod bo'ladi, yog' bo'ladi. Yog' o'zimiz hammamiz biladigan o'sha o'simlik yog'i ovqatga ishlatadigan yoki hayvon yog'i, qo'y dumbasi, hammasi bular yog' mahsulotlari hisoblanadi. Endi oqsil mahsulotlariga kiradi go'sht, tuxum, ba'zi bir no'xat, loviya, mosh, ba'zi bir dukkakli o'simliklarni mevalari. Qolgan barcha narsa demak uglevod hisoblanadi. Non ham uglevod hisoblanadi, guruch ham uglevod hisoblanadi, kartoshka ham uglevod hisoblanadi. Endi o'zbeklarning yeyish, ovqatlanish ratsionida asosiy ovqatlanish mahsuloti bu non bilan guruch hisoblanadi va kartoshka. Ya'ni eng ko'p uglevod yeydigan xalqlardan biri bu o'zbeklar hisoblanadi. Uglevod bu testosteronni eng ko'p tushiruvchi oziq-ovqat mahsulotlaridan bittasi. Demak, keyingi o'rin 6-o'ringa qo'yamiz biza ovqatlanish tartibidagi yana bitta xatolik shakar iste'mol qilish. Ko'p miqdorda. Shakar deganda faqat shakarni o'zi emas, shakar ham kiradi bu narsaga, shirin choy ham bu narsaga kiradi, Coca-Cola ichish, sok ichish, hammasi shakar hisoblanadi. Demak, shakarni me'yordan ortiq iste'mol qilish ham testosteron miqdorini eng ko'p tushiruvchi ovqatlanishdagi xatoliklarimiz hisoblanadi. O'sha Coca-Cola ichsak ham, energetik ichsak ham, shirinlik yesak ham, tort yesak ham, shakarni o'zini yesak ham, demak hammasi shakar hisoblanadi. Bu testosteron miqdorini sezilarli darajada tushirib yuboradi. Nimaga aynan? Uglevod ham, shakar ham tanamizda faqat energiya berish uchun ishlatiladi. Ya'ni energiya manbai bo'lib sarflanib ketadi. Testosteron ishlab chiqarilishi uchun esa oqsil bilan yog' kerak bo'ladi bizning tanamizga. Ya'ni oqsil olamiz biz, go'shtdan olamiz oqsilni, yog'ni olamiz biz o'sha hayvon yog'i yoki qo'y dumbasidan olishimiz mumkin yoki o'sha kundalik hayotimizda iste'mol qiladigan o'simlik yog'i. Ya'ni semechka yog'i bo'lishi mumkin, zaytun yog'i bo'lishi mumkin. Demak, o'shandan olamiz. Demak, testosteron ishlab chiqarilishi uchun oqsil bilan xolesterol kerak. Xolesterol bu yog'da bo'ladigan mahsulot. Uglevodda esa oqsil ham bo'lmaydi, xolesterol ham bo'lmaydi, testosteron uchun xom ashyo bo'lmaydi. Faqat uglevod iste'mol qiladigan bo'lsak, xom ashyo yetishmasligi hisobiga testosteron ishlab chiqarilmaydi. Demak, 5-o'rin. 5-o'ringa qo'yamiz biza kam harakatlilik. Boya aytdim, ko'p harakat qilib ortiqcha fizik nagruska testosteron tushiradi deb. Endi juda kam harakatliligi ham testosteronning miqdorini tushiradi. O'shaning uchun hamma narsada me'yor bo'lgani kabi, o'sha sport bilan shug'ullanish va mehnat tarzida ham me'yor bo'lish kerak. Me'yordan ortiqcha kam harakat qiladigan odamlarda ham testosteron tushib ketadi. Nimagaki, tanamizda qon aylanish bo'lmaydi va ovqatlanishga ehtiyoj bo'lmaydi. Qorin uncha och bo'lmaydi, faqat bitta joyda o'tiramiz, energiya sarflanmaydi, qon aylanmaydi, kichik chanoq bo'shliqlarida qon aylanmaydi, tuxumlarga yetarlicha qon kelmaydi. Shuni hisobiga testosteron tushib ketadi va ortiqcha tana vazni paydo bo'ladi. Ortiqcha tana vazni hisobiga ham testosteron tushib ketadi. Xo'p, biza demak 4-o'ringa qo'yamiz stresslarni. Stress bu testosteronni eng ko'p tushiruvchi kundalik hayotimizdagi odatlardan bittasi. Endi uni odat deb ham bo'lmaydi. Ya'ni stressga tushgan paytimizda hammamiz bilamiz, agar qanaqa sog'lom erkak bo'lsa ham, qanaqa jinsiy baquvvat odam bo'lsa ham, agar hayotida qanaqadir seryozni stress bo'ladigan bo'lsa, jinsiy aloqa qilish hech qachon yoqmaydi o'sha odamga. Toki stressdan chiqmaguncha, toki o'sha muammosi hal bo'lmaguncha jinsiy aloqa qilgisi ham kelmaydi, jinsiy aloqa haqida o'ylagisi ham kelmaydi. Demak, stress ham testosteron miqdorini tushirib yuboruvchi odatlardan bittasi. 3-o'ringa qo'yamiz biza tanadagi ortiqcha vaznni. Demak, tanamizda ortiqcha yog' yig'iladigan bo'lsa, erkak kishida asosan yog'lar ikkita joyda yig'iladi erkaklarda, qorinda va qovuq sohasida, ya'ni asbobning atrof sohasida yog' erkak kishiga ikkita joyga yog' ko'proq yig'iladi. Ayollarda asosan songa va dumbaga yig'iladigan bo'lsa, erkaklarda qorin bilan o'sha qovuq sohasiga yog' yig'iladi. Demak, yog' o'zidan ayollik gormoni
estradiol ishlab chiqaradi. Ya'ni tanamizdagi testosteronni estradiolga aylantirib beradi yog'. Qancha yog' hujayrasi tanamizda ko'p bo'ladigan bo'lsa, bizani tanamizda tuxum va buyrak usti bezlarida ishlab chiqarilgan testosteron yog' hujayralari ta'sirida estradiolga aylanib ketadi. Estradiol bu ayollik gormoni. Demak, testosteronni tushiruvchi ikkinchi o'ringa qo'yamiz bizlar uyqusizlikni. Agarda bizlar kundalik hayotimizda 7-8 soatdan kam uxlaydigan bo'lsak, testosteron miqdori 2-3 barobar tushib ketadi, chem vaqtida uxlab turib, vaqtida uyg'onadigan odamlarga nisbatan. Sababi uyqusizlik bo'lganda odamda nerv sistemasi zararlanadi birinchi o'rinda. Nerv sistemasi bu butun tanamizni boshqaradigan a'zo. Va bizani bosh miyamizda gipofiz bezi bor. Gipofiz bezi ham bosh miyamizda joylashgan bo'lib, gipofiz bezi o'zidan LG degan gormon ishlab chiqaradi. Agarda biza uxlamaydigan bo'lsak, surunkali charchoq bo'ladigan bo'lsa, gipofiz bezida va nerv sistemamizda muammolar yuzaga keladi. LG gormoni ishlab chiqarilishi kamayib ketadi. LG gormoni esa tuxumlarda, ya'ni ledi hujayralarni stimulyatsiya qilib turib, testosteron ishlab chiqarilishini boshqaradigan gormon hisoblanadi. LG gormoni tushib ketishi oqibatida testosteron ishlab chiqarilishi reski pasayib ketadi. O'shaning uchun ikkinchi o'ringa qo'yamiz bizlar. Demak, uyqusizlik, vaqtida uxlamaslik yoki kam uxlash. Va birinchi o'ringa qo'yamiz testosteronni tushiruvchi odatlarni. Aynan bitta odat emas, 2-3 odat qo'shilib keladigan bo'lsa, mana shu odatlar demak testosteronni tushiruvchi odatlarni birinchi o'ringa qo'yamiz. Ya'ni nima demoqchiman? Ba'zi odamlarda faqat uyqusizlik bor, qolgan hammasi joyida. Ba'zi odamlarda faqat ortiqcha vazn bor, qolgan hammasi joyida. Lekin ba'zi odamlarda ham uyqusizlik bo'ladi, ham ichish bo'ladi, ham chekish bo'ladi, ham ortiqcha vazn bo'ladi. Demak, birinchi o'ringa qo'yamiz. Bir necha odatlar qo'shilib keladigan bo'lsa, bu demak testosteronni eng cho'qqiga tushirib yuboradigan, eng tub darajasiga tushirib yuboradigan odatlar yig'indisi hisoblanadi.